Mına mektep üstü flag'da almashtırıp koyuptur. Mına biz flag'da mantı kuydurup durumdayız. Flag'da majeriga örttedi. Az kuygönдөр bilinedi azыр. Mына адам сүрөткө тартып, видеого тартып атат. Ортодо адам турат. Kızıl oldu. Beti göründü mü? Yok, beti görüngen жоқ. Қолында жаңағы ақ не көрінді, флагчы. Мұнан көтеріп атат да, киімін мындай қылыпчы. Ал экен. Bu yerde men birinchi tepaga chiqdim. Pastdan Nursulga jelakni olib berdi. Nasıl jelekti? Bu yerda Nursul jelakni Qanday ilindi? Nursul birinchi chiqdi, ortidan men chiqdim. Aha. Oğlum siz ispat çevirin. Ece yüzüne giriniz. Aldı tur var. Kulağınızı. Nol yerga oyog'imizni qo'yib, eng uchiga chiqdim. Respublikasının jelegi qaysi yerda o'tdingiz? Shu yerda. Kim o'tdi? Men. Kim o'qo'ga keldi yer? Nursul. Sheringiz Musul o'qo'ga keldi yer. Men 2005-yil 26-martda tug'ilganman. Jelakni ilish o'zi qish mezgilidan beri o'ylab yuribman. Hizblar o'sha chet davlatlarda miting qilishganda shu bayroqlarni ko'tarib chiqishadi. O'shundan ko'ra men o'sha fikrni oldim. Chunki uni shu Nursulu degan qiz bilan tikdik. Nursulu kim, senin o'quvching bu? O'quvchim. Ha. 30-may kuni tunda soat 2da chiqdik. O'sha Shamshiyev maktabini Atabekovga, ayli hukumatga, ya'ni antennaga yildik. Keyin ala o'zi ақча to'plab materiallarni oldi, tayyorladi, o'zi yozib boshladi, menga o'sha joyda bildirdi. Qirg'iz maktabga Shamshiyev maktabini borib birinchi, menga sen qirg'iz maktabga chiqasan, men o'zbek maktabga chiqaman dedi. Chiqib, bayroqni olib, o'rnina berki bayroqni yildik. Работает. Ne oldu? Государственное управление, главное управление. Öyle? Hey, çat. Çattır.